chiqdi nabiy Eid kunidan hayit namoz o'qigani. Chiqdi nabiy Eid kunidan hayit namoz o'qigani. O'ynashardi yosh bolalar shod hurram gelmagani. Bir bolakay yig'lar edi, yuzi so'liq, ko'zida yosh. Holatini ko'rsa agar dod devorardi bag'ri tosh. So'radi nabiyni dur bolam, ko'zdagi jolang sababi. Dedi murg'ak shahid otam, ayni shu nolam sababi. Nabiy bilan g'azot qilib jannat sari ketdi otam. Hayitga yo'q bir but kiyim, hatto yemakka bir taom. Bayram kuni har bolaning shodligi ortar quvonar. Menda esa g'am ko'pdur, hasrat ortib dard quvolar. Qo'ying meni o'z holimga, bitmas yetimning nolasi. Bu bolalarda dada bor, menchi shahidning bolasi. Ko'zlarida yosh hasrat ko'pdur, dardi buyuk g'arib sag'ir. Bilmas edi qarshisida turgan bu zot ulug' nabiy. Rasul dedi ey bolajon, ota bo'lay senga yaqin. Fotimaning ukasi bo'l, Oishani degin ona. Hasan Husayn akalaring amakingdur Arslon Ali. Agar shunga rozi bo'lsang, tut qo'limdan menman nabiy. Terisiga sig'dirolmay dabdurustdan bu xabarni. Ko'zda yoshlar mug'dak dudak, ko'zda yoshlar murg'ak gudak. Qo'lim tutib payg'ambarni yig'lab dedi ey Rasulim, rad etish mumkinmi buni? Go'zal libos kiydirdilar, Fatima kiydirdi uni. Chiqdi go'dak do'stlarining davrasiga ko'zi yonib. So'rdilar sen yig'lar eding, ne sabab qolding quvonib? Dedi go'dak men yalang'och qolgan edim, kiydirdilar. Opam bo'ldilar Fatima, ular meni to'ydirdilar. Nabiyulloh otam bo'lgach men qunamay kim qunasin? Oishadek onam bo'lgach men o'ynamay kim o'ynasin? Sheri Hudo Hazrat Ali amakimdur bilsalaring, jannat guli rayhonlari Hasan Husayn akalarim. Biling bizga Rasulimiz mehribondur otadan ham. Meni u zot o'g'lim dedi, ayting endi qayerim kam? Bolalarning qarshisida turar edi bir mardona, har birining orzusida tug'ildi buyuk afsona. Derlar otamiz nabiylar nechuk jangga chiqmadi ya, jangga chiqsalar ham nega o'limga yo'liqmadi ya. Senga bugun qildik havas, senga bugun baxtiyor ekan. Otaning shahodatida avlodga izzat bor ekan. Qissadan xulosa shudur, silang yetimning boshini, kulgusiga bo'ling fido. Oqizmang ko'zda yoshini, eslang boshimizga og'ir bir musibat yetgan kunni. Ushbu ummat yetim qolgan, Rasululloh o'tgan kuni. Ushbu ummat yetim qolgan, Rasululloh o'tgan kuni.